sessiya qatnashdi. Bugun sessiyada tuman kengashining 24 nafar deputatdan 20 nafar ishtirok etmoqda. 4 nafar deputat huzurli sabablarga ishtirok eta olmayapti. Sessiya ishini boshlash uchun kvorum mavjud. Shu bois tuman kengashining bugungi 18 sessiya ishini boshlash uchun taklif tushyapti. Agarda boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Sessiya ishiga xalq deputatlari, viloyat hamda tuman kengashining deputatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining deputati Temurov Alimxon, hurmatli mehmonlar, tuman hokimining sohalar bo'yicha o'rinbosarlari, huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari taklif etilganlar. Bitta iltimosim bor. Odatdagida bugungi sessiyamiz to'g'ridan-to'g'ri senatga olib berilyapti. Juda tartib intizom bilan qo'yilgan masalaning mohiyatini chuqur qisqa holda tumanimizni ravnaqi va rivojlanish uchun hissa qo'shadigan darajada aktiv faol ishtirok etgan deputatlardan so'rayman. Mana kelgan taklif qilingan mashg'ulotlar so'roqsiz chiqib ketish ortiqcha